G'azodagi genotsidga befarq bo'lmagan 44 davlatning 400 dan oshiq vakillari G'azoga gumanitar yuk olib borayotganda O'rta Yer dengizida Isroil harbiylari tomonidan qaroqchilarcha to'xtatilib, Isroilga olib ketildi. Xalqaro qonunlarga tupurgan Isroil Sumud flotiliyasi vakillarini, vrachlarni, yuristlarni, aktivistlarni Isroil Sionist hukumatı insoniy haq-huquqlarni poymon qilib, ularni qiynoqqa solib kaltakladi. Kadrlarga qarang, rezina o'qlardan yaralanganlar bor. Avstraliyalik aktivist Juliet Lamanning aytishicha, 40 dan oshiq insonning qovurg'asi singan 12 ta odam, jumladan Juliet Lamanning o'zi ham zo'rlangan. Ayrim aktivistlarni suvga tashab, tok bilan qiynashgan. Janoblar, Isroil 44 ta suveren davlatni fuqarosini emas, ular xalqaro hamjamiyatni tiz cho'kib, to'nqaytirib qo'ydi. Bugungi achchiq haqiqat shundan iboratki, bor yo'g'i 10 million yevro, 8 milliard yer yuzi aholisini ko'z oldida xalqaro qonun inson huquqlarini tiz cho'ktirib, oyoq osti qildi. Dunyo ahli bu vahshiylik